Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Narkoq Husan Ismonovich bo'laman. Bugun sizlar bilan klinik psixologiya fani bo'yicha tibbiyot xodimi psixologiyasi mavzusida suhbatlashamiz. Rejalarimiz bilan tanishtiradigan bo'lsak, birinchi rejamiz tibbiyot xodimlarining shaxsiga xos xususiyatlar, tibbiyot xodimlarining kasbiy xususiyatlari, tibbiyot xodimlarining shaxsiga qo'yiladigan talablar, tibbiyot xodimi shaxsiy gigienaga bemorning masalasi hisoblanadi. Tibbiyot xodimlar va bemorning o'zaro munosabatlari psixologiyasi, meditsina deontologiyasi va psixologiyasi hisoblanadi. Ushbu rejalar bilan tanishtirib o'tdik. Rejalar bo'yicha bizlar o'zimizni fikrlarimizni bo'lishamiz. Tayin so'z iboralarni tanishtiradigan bo'lsak, tibbiyot xodimi bizda muloqot madaniyati, shaxs, irodaviy sifatlar, kasbiy malaka, deontologiya, emotsional xususiyatlar, xavotirlanish xususiyatlari. Ushbu atamalardan ko'proq foydalanamiz. Bizda tibbiyot deontologiyasi, ya'ni tibbiyot xodimlarining kasbga aloqador etikasi, dori-darmon, umumiy davolanishning ta'sirini oshirishga qaratilgan xulq-atvor tamoyillari, deontologiya, ya'ni insonning xulqi, odobi haqidagi tushuncha. 16-asrning boshlarida ingliz faylasufi va iqtisodchisi Bentam tomonidan tamomila kiritilgan so'z hisoblanadi. Deontologiya, tibbiy deontologiyaga oid ma'lumotlar uzoq tarixga taqaladi. Aslida tibbiy deontologiya keng falsafiy mazmunga ega bo'lib, bir qancha yo'nalishlardan iborat. Ya'ni bunda shifokor bilan bemor o'rtasidagi, shifokor bilan bemor yaqin kishilar o'rtasidagi munosabat, shifokorning hamkasblari o'rtasidagi munosabatlar hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, tibbiy deontologiya shifokor va bemor o'rtasidagi o'zaro munosabat, o'zaro muloqot madaniyati, shaxsiy gigiyena masalalari ko'riladi. Bunda tibbiy psixologiya bilan bog'langan bo'lib, davolash muassasalarida bemorlar psixikani travmalovchi, ya'ni jarohatlovchi ta'sirlardan maksimal darajada asranmog'i uchun tibbiyot xodimi o'zini qanday tutishi kerak, tibbiyot xodimining burchi bilan etikasi nimadan iborat ekanligini masala yoritiladi. Ya'ni bemorning shaxsiy etikasiga, uning gigiyenasiga, ya'ni uni ruhiyatiga ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish uchun tibbiyot xodimi nimalarga e'tibor berish kerak va nimalardan masalalarni bartaraf etish uchun foydalanish kerak. Shu masalalar ko'riladi. Tibbiyot deontologiyasining tibbiyot amaliyotida to'g'ri joriy etilishi, shifokorning ongi, saviyasi, madaniyati, dunyoqarashi, bilim qaysi jamiyatda yashayotganini chambarchas bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, tibbiy deontologiyada har bir bemor bilan ishlaydigan tibbiyot xodimi, hamshira bo'lami, shifokor bo'lami, o'sha demak tibbiyot maskanida ishlaydigan har bir xodim, bemorlar bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa qiladigan har bir xodim qaysi darajada ekanligi muhim. Sababi ularning o'zaro nuqtai nazari, muloqot madaniyati va o'zini tutishi, kiyinish madaniyati deymiz. Butun har bir e'tibor bemorga ta'sir etish holatlarini inobatga olish lozim. Chunki bemorlar ham tibbiy shifokorlarda madad, najot kutgan sari ulardagi etika, muomala madaniyati, dunyo qarashi bo'yicha ulardagi o'sha yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Ulardagi ayniqsa bizda muomala etikasi katta rol o'ynaydi. Bunda shifokorning mahorati, yuqori darajaga rivojlangan o'zidagi nutq qobiliyati, yetkazib olish qobiliyati, undagi ruhiy barqarorlik, sokinlik holatini bemorda ham aks etishi, bu bemorning yuzaga kelayotgan yoki uchrayotgan kasalliklarni tezroq bartaraf etilishiga, uni oldini olishiga, avj olib ketmasligiga yordam beradi. Ya'ni bunda kishilik jamiyatning turli davrlarida deontologik munosabatlar turlicha kechgan va zamon talabiga mos ravishda o'zgarib borgan. Tibbiyot deontologiyasi tibbiyot xodimining yuksak insoniy fazilatlar, sofdillik, ziyraklik, odamiylik boshqaga ega bo'lishni taqozo etadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir narsa insoniy fazilatlar. Ya'ni shifokor faqatgina davolash bilan emas, balki insoniy fazilatlar bilan, hamshira ham ayniqsa ko'pincha bemorlar bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa qiladigan hamshiralar ham o'sha ziyraklik, dunyoqarashi bo'yicha sofdillik, g'amxo'rlik, e'tiborlilik, bemorlarga bo'ladigan o'zaro munosabatlardagi aniqlik, samimiylik eng muhim
fazilatlar, o'sha holatlar, o'sha fazilatlar, insoniy fazilatlar ularda yuqori darajada rivojlangan bo'lishi kerak. Bu esa dentologiyada bemorning erta sog'ayib ketishiga olib keladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, tibbiy dentologiya har bir holatda ham shifokor yoki tibbiyot xodimining harakatlari bemorning oldiga kelgan yoki davolanayotgan bemorning shifo topish uchun, uning qayta yana jamiyatda o'z faoliyatini yurgizish uchun yordam berish funksiyasini o'taydi. Tibbiyot xodimlari bilan bemor birgalikda bitta vazifani hal qiladi. Ya'ni bu vazifani hal qilishda ularning hamkorligi, o'zaro hamjihatligi, bir-biriga bo'lgan munosabati va o'zaro ishonch yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Ishonch eng katta rol, ya'ni vazifani o'ynaydi. Sababi bemor ham katta ishonch bilan, katta maqsadlar asosida shifokorga murojaat qiladi va davo topish uchun shifokorning har bir aytgan so'zlar u kishi uchun qonun hisoblanadi. Bemor tibbiyot xodimlarining talablari faol ado etib, dorilarni ichadi, muolajani qabul qiladi, rejimga amal qiladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, agar o'zimiz yoki yaqinlarimiz o'sha dorilarni ichish bo'yicha, shifokorning tavsiyalari bo'yicha agar aytadigan bo'lsak, ular amal qilmasin. Lekin shifokorning har bir so'zlari, shifokorning bergan maslahatlari va berayotgan topshiriqlari kerak bo'lsa, shu muolajani to'g'ridan-to'g'ri vaqtida amalga oshirish uchun, uni rejimga amal qilish uchun katta yordam beradi. Va shu bilan birga bu bemordagi kasallikni avj olmasligiga ham katta yordam beradi. Demak, har bir vazifani tibbiyot xodimi bemorga berayotganda yoki maslahatni berayotganda, tibbiyot xodimining tomonidan bildirilayotgan har bir fikr bemor uchun bu katta ma'lumot, katta bir tavsiya yoki o'sha o'z o'rnida buyruq yoki o'sha topshiriq sifatida qabul qilinadi va bajarishga maksimal darajada kirishiladi. Bemor tibbiyot xodimlarining ko'rsatmalariga bo'ysunar ekan, bunda ko'pincha og'riq va boshqa ko'ngil sezgilarga chidashga majbur bo'ladi. Albatta, shifokor aytmasa, har bir inson o'sha bironta og'riqqa chidashga majbur emasligi yoki o'zida o'sha narsalarni his etmasligi uchun harakat qiladi. Lekin shifokorning tavsiyalari, shifokorning topshiriqlari bemorning o'sha har bir bo'ladigan og'riqda kerak bo'lsa o'sha chidamlilik xususiyatlarini rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Masalan, orqa miyani funksiya qilganda, siydik kanaliga burish kiritilganda hokazo. Ya'ni bemorga kiritilayotgan muolajalarda bunda asbob uskunalardan foydalanganda bemor o'sha shifokor tomonidan bildirilayotgan tavsiyalarga, topshiriqlarga to'liq so'zsiz amal qilishini misol keltirishimiz mumkin. Bemor tibbiyot xodimlarining ko'ngli to'q bo'lishi, uni xatti-harakatlari uchun zarur va to'g'riligiga ishongani uchun bunga rozi bo'ladi. Albatta, har bir narsaga bemor o'zining ixtiyori bilan, ya'ni shifokorning oldiga kelganda u kishining to'g'ri yo'nalish berayotgani uchun amin bo'lgani uchun, ishongani uchun u kishidan tomonidan berilayotgan har bir harakatga o'z munosabatini bildiradi va topshiriqni bajarishga harakat qiladi. Mana shunday birinchi va juda muhim narsa bemorning tibbiyot muassasasiga, undagi xodimlarga ishonch bilan qaraydigan bo'lishi ko'rinib turibdi. Ya'ni kelgan bemor o'sha tibbiyot maskaniga undagi har bir xodimning to'g'ri maslahat berayotganini amin bo'lmog'i lozim va shu bilan birga ishonishi katta muhim rol o'ynaydi va undagi avj olgan kasallikning ertaroq ya'ni bartaraf qilinishiga sababchi bo'ladi. Tibbiyot xodimi bemorning o'zaro munosabatlar o'rnatilishi. Bunda shifokor alohida e'tiborni talab qiladigan narsa bu bemorning azob tortayotgan, shikastda odam ekanligi. Shuning uchun ham u faqat parvarishga emas, balki o'zini o'z o'rni bilan ko'nglini ko'tarishdan ham muhtoj ekanligi yodda tutish lozim. Albatta, har bir shifokorning oldiga kelgan bemor bu narsaga muhtoj ekanligini his qiladi. Ya'ni tibbiyot xodimi ham unga o'sha najot sifatida qarayotganini his qilish lozim. Bu har bir bemorning u kishiga bo'lgan ishonchidan, u kishidan kutayotgan o'sha najotidan kelib chiqqan holda shifokor ham to'g'ri maslahat berishi yoki o'sha muhtoj ekanligini his qilgan holda uni ko'nglini ko'tarishi va konsultatsiya ishlarini berishda ham to'g'ri yo'nalish tanlashi lozim hisoblanadi tibbiyot xodimi.
bemorlarda bu paydo bo'ladigan xavotirli noto'g'ri fikrlar. Bunda ko'pincha yurak, me'da, jigar va boshqa organlar faoliyatining buzilishiga sabab bo'ladi. Albatta, bir shifokorning ikkinchi shifokor o'rtasida farqlagan bemorda albatta birinchi shifokordan agar taskin topmagan bo'lsa, ya'ni shifo topmagan bo'lsa, u kishidan kerakli muolajalarni ola olmay yoki o'sha davolanishda nuqsonlar yo'l qo'yilgan bo'lib davo topmagan bo'lsa, albatta ishonch yo'qoladi. Bunda ehtimollik nazariyasi bo'yicha shu ishonqirashdagi nisbatan shubhali holatlar yuzaga keladi va o'zing davo topish uchun ham kerak bo'lsa, ishonqirmagan holatlarda boshqa insondagi ichki a'zolarning buzilishiga olib keladi. Masalan, inson deylik yurak xuruji bilan yoki yurakdagi shikoyatlar bilan borgan bo'lsa shifokorga, unda bir shifokordan davo topmagan yoki o'zidagi ishonqirmas o'sha davosi yo'qligi o'z xayolida keltirib boshqa oshqozon funksiyasining buzilishiga olib keladi. Jigarning yoki o't qobig'ining o'z me'yor ishlashiga xalaqit beruvchi holatlarda boshqa organlar ham mana shunday shikastlanishga olib kelishi mumkin. Bemorlarga dorining ta'sir etishi. Har qanday dorining ta'sir etishi unga maxsus farmodinamik ta'sirdan tashqari shartli reflektor faktori, ya'ni bemorning biror dori ta'siri to'g'risidagi tushunchalarga aloqador indiferent taassurotlarga bog'liq bo'ladi. Bemor dori muolajalariga ra'y bo'lmasa, ya'ni xushi bo'lmasa, ulardan qo'rqsa yoki ularga shubha bilan qarasa, o'sha dori muolajalari qanchalik qimmatli bo'lmasin yoki kerakli bo'lmasin, ko'pincha ancha sust ta'sir qiladi. Albatta, shifokorga kelgan bemorning boyagida yuqorida aytganimizdek ishonchi yuqori bo'lmasa, u kishi tomonidan berilayotgan dorilarning ta'sir etishiga shubha ostida qarasa, o'sha ishonchlik darajasi koeffitsient kamroq bo'lsa, bu esa dorilarning u kishiga sog'lig'iga ijobiy ta'sir qilishga xalaqit beradi va sust ta'sir qiladi. Ya'ni sust deganda bizda o'sha dorilar aksariyat holatlar, bunday holatlarda ko'proq bemorlarga zarariga ishlashi ham mumkin. Chunki bemor tomonidan qabul qilinayotgan dorilar agar vaqtida ichilmasa yoki shifokor tavsiyasiga asosan ichiladigan bo'lmasa, bu dorilar boshqa a'zolar ham shikastlashi mumkin vaqtida ichilmasa. Shuning uchun ham har bir narsa o'zining ko'rsatmasiga bog'liq hisoblanadi. E'tibor bersangiz, dorilarni olgan vaqtingiz unda ko'rsatmalar yozilgan va oxirida yozilganki, har bir holatda ham shifokorning ko'rsatmasi asosida tavsiya qilinadi deb yozilgan. Bu esa dorining har qanday vaqtda ichish emas, balki kerakli aniq vaqtda shifokorning tavsiyasi asosida berilgan topshiriq asosida qabul qilinish. Bu esa samarali davo choralarini topishga yordam beradi. Turli shifokorlar tomonidan qo'yilgan tashxislarning bir-biriga mos kelmasligi. Shunday holatlar ko'pincha uchraydi. Ko'pincha bemorning ko'ngliga shubha solib qo'yadi. Yana bu munosabat bilan shifokor o'z fikrini bemorga aytishdan oldin undan ilgari tekshirgan va davolagan shifokorlar unga nima deganligini ham so'rab ish tutishi lozim. Albatta, oldingizga shifokor turganda siz undan oldin kimga uchrashganingizni va qanday muolaja olganingizni, qanday dori vositalaridan foydalanganingizni albatta ochiq-oydin aytishingiz kerak. O'shanda maqsadli bo'ladi shifokorning to'g'ri davolanishiga. Chunki tashxis ham va davo usullari ham xilma-xil bo'lishi, ya'ni kasallik mushkul oldindan olish ehtimoli va xulosa berish ham oson bo'lishi mumkin. Agar biz muolajalarimizni, borgan shifokorlarimizda bizlar to'liq ma'lumot bera olmasak, shifokor ham sizga noto'g'ri tashxis qo'yish ehtimoli yuqori bo'ladi. Yatragen kasalliklar bo'yicha yana gaplashamiz. Yatrageni, ya'ni yunoncha shifokor, tug'ilish tibbiy mutaxassis tomonidan beixtiyor qo'zg'alishdan odamning jismoniy hissiy holatining yomonlashishi hisoblanadi. 20-asr boshlarida bu tushuncha bo'yicha shifokor va tadqiqotchilar psixikaning inson tanasidagi turli fiziologik patologik jarayonlarga ta'sir masalalari haqida qiziqish bildirgan. Yatrageniya atamasi nemis psixiatri Osvald Bunke tomonidan ruhiy kasallik sababi sifatida shifokor asarida o'zining asarlariga kiritib o'tilgan. Bu bo'yicha 1925-yil rus tilida tarjima qilingan. Yatrageniya insonlarda bemor kasallar o'rtasidagi og'ir kasallikning kelib chiqishi bo'yicha tushunchalarni keltirib o'tishi mumkin. Tibbiyot xodimi yatrageni sabab bo'ladigan qo'pol xatolari
shifokordagi maxsus boshqa kasalliklar rivojlanishiga olib keladi. Ya'ni unda pensilin bilan davolanadigan bo'lsangiz, organizmda zamburug'lar paydo bo'lishi deb aytish mumkin. Xullas, noto'g'ri davolanish asosida qo'pol xatolarga olib keladi. Sizlar bilan bugun o'sha mavzular bo'yicha savollarimiz bor. Tibbiy dentologiya nima, bemorning kasalligiga ko'rsatgan reaksiyasi nima, davolash masalalari, bemorlar o'rtasida munosabat, davolash masalalarida psixologik vaziyat, tibbiyot xodimining etikasi nimaga kiradi va yatirganga kelib chiqish sabablari. Bu savollarga javob topib kelasiz degan umiddamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mavzumiz manzur bo'lganingizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlarimizga yoki YouTube kanalimizga izoh qoldirsangiz javob berishga harakat qilamiz.